Hello everyone and welcome to our 30-day article challenge. This is day 25. We are gonna looking at the article about reading. Artikelda reading haqida o'qiymiz. Readingning importance bo'lishi mumkin, qanaqangi foydalari bor bizga, qanaqangi narsalar bo'lishi bo'ladi. Let's check the voice and screen first. Please write in the comments. Is it good or bad? Hozir Telegramda qanaqangidir update bo'ldi yaqinda. Shundan keyin nima xabarlar keyinroq kela boshladi. Biroz turib keladi. Hozir yozganlar bo'lishi mumkin, menga kelmayapti-da. Okay, thank you for feedback. Let's begin. Okay, thank you. Why reading still matters in digital age? Nima uchun hozirgi raqamli dunyoyimizda ham reading, ya'ni o'qish bizga matters, ya'ni ta'sir ko'rsatadi, muhim deyapti. In today's fast-moving digital world, it may seem like fewer people are reading books. Hozirgi juda ham tez o'tayotgan zamonaviy dunyoyimizda juda ham kam odamlar kitob o'qiyotganga o'xshaydi. With smartphones, videos and social media offering endless content, shu telefonlar, videolar va ijtimoiy tarmoqlar bizga cheksiz content ulashayotgani bilan birgalikda ulashish orqali traditional reading sometimes feels outdated. Traditional, ya'ni an'anaviy o'qish nimamiz eskirganga o'xshaydi, eskirgandek tuyuladi bizga. However, reading remains one of the most powerful tools for learning, personal growth and mental development. Ammo o'qish bizda eng kuchli tool, ya'ni eng kuchli uskuna bo'lib qoladi, tool. Biror bir narsa bizni o'rganishimiz, shaxsiy rivojlanishimiz va aqliy rivojlanishimiz uchun. Reading doesn't just help us collect information. O'qish bizga faqatgina continue. Reading doesn't just help us collect information. O'qish faqatgina bizga informatsiyani yig'ish uchun faqatgina yordam bermaydi. It also shapes how we think. U bizni qanday o'ylashimizni ham o'zgartiradi. When we read, we use our imagination, critical thinking and empathy. Biz qachonki o'qiganimizda biz o'zimizni tasavvurimizni, critical o'ylashimizni va empathy to'g'risi ma'nosini o'zbekchasini bilmayman, yozib ko'ramiz. Empathy. Spatial importance, value or prominence given to something. Spatial importance, value, and stress given to our urg'u, ta'kidlash. Empathy. What is bu? Stress. Ta'kidlash, ya'ni urg'uni ishlatar ekanmiz. Unlike videos, reading requires the brain to create images, understand emotions and connect ideas. Videolarga qaramaganda, videolarga o'xshamagan holda o'qishimiz bizga nimalarni miyamizda rasmlarni yaratish, emotsiyalarni tushunish va ideyalarni, ya'ni fikrlarni bir-biriga bog'lashimizga nima qilar ekan? Shuni talab qilar ekan. This mental activity improves cognitive abilities such as focus, memory and reasoning skills.
bunaqangi activity, ya'ni qilinadigan ish bizni cognitive abilities, bu aqliy qobiliyatlarimizni nima qiladi? Oshiradi. Masalan, fokus, xotiramiz va reasoning skills. Reasoning degani biror bir narsaga sabab berish bo'lishi kerak. Different types of reading bring different benefits. Har xil o'qish har xil benefitlarni olib keladi. Reading fiction helps us explore emotions, relationships and human behaviors. Fiction degani bu o'ylab topilgan edi. O'ylab topilgan hikoyalarni, masalan, fantastika bo'lishi mumkin bu. Shunaqalarni o'qish bizga emotsiyalarni o'rganishda, relationshiplarni, ya'ni munosabatlarni va odamlarni behavior, o'zini tutishini o'rganishda yordam beradi. It encourages emotional intelligence and help us understand how others feel. U bizni emotsional bilimga undaydi va boshqalarni qanday qilib o'zini his qilayotganini ham nima qiladi? Yordam beradi bizga shuni bilishga. Non-fiction, ya'ni non-fiction bu o'ylab topilmagan, realniy nimaga asoslangan bo'lishi kerak. On the other hand, develops our knowledge base and introduces us to new concepts, facts and arguments. U bizani bilim bazamizni oshirishga yordam beradi va bizga yangi bo'lgan concept, facts and arguments degani bu barchasi yangi ma'lumotlar yokida argument, fikrlarni tanishtirar ekan bizga, o'rgatar ekan. Reading biographies or historical accounts can teach us lessons from the past and build perspective. Biographies degani biror bir odamni o'zi haqida yozilgan faktlar yokida historical accounts degani tarixiy bir akkauntlarni, bu ham ayrim birovlar odamlarga tegishli bo'lgan kitoblar. Shularni o'qish bizga o'tgan zamonda bo'lgan nimalarni, o'tgan zamon haqida darslarni va build perspective, bizga fikrlashimizni o'stirishga yordam beradi. In schools, strong reading habits are linked with better academic results. Maktablarda juda ham kuchli bo'lgan o'qish odatlari bizga yaxshiroq baholarga, ya'ni academic results degani baholarga olib keladi degan. Baholar bilan bog'langan bo'ladi. Students who read often usually have large vocabularies, stronger writing skills and better grammar awareness. Odatda kitob o'qib yurgan o'rganuvchilarda kattaroq, ya'ni ko'proq vocabulary, ya'ni lug'atlar, juda ham kuchli bo'lgan yozish skill qobiliyatlari va grammatikadan xabardor bo'ladi, u yaxshiroq grammatikadan. Reading also boosts test performance, especially in language related subjects. O'qish bizda hattoki nimani ham testdagi o'zimizni ko'rsatishimizni ham boost qilar ekan, kuchaytirar ekan. Masalan, bu language related subjects, til bilan bog'liq bo'lgan fanlarda. That's why many educators encourage reading both inside and outside classroom. Shuning uchun ko'pchilik o'qituvchilar nima qilar ekan? O'quvchilarga ham ichkarida ham o'qi, ya'ni ham tashqarida ham, u degani darsdan tashqari ham o'qi, dars paytida ham o'qi deb ularni undashar ekan. Unfortunately, digital distractions have made reading less popular among young people. Unfortunately degani afsuski, yangi digital distractions, zamonaviy bo'lgan bizni chalg'ituvchi moslamalar o'qishni kamroq populyar qilib qo'ydi. O'qishni populyarnisini tushirdi, ya'ni odamlar orasida kamroq o'qiladigan bo'ldi. Many prefer scrolling on social media or watching short videos instead of reading long texts. Ko'pchilik nima qildi? Ijtimoiy tarmoqlarda videolarni o'tkazish yokida shorts, ya'ni YouTube'da shunaqangi qisqa videolarni ko'rishni afzal ko'rdi, uzun tekstlarni o'qishdan ko'ra. The habit of deep reading, fully concentrating on complex material, is being replaced by quick scanning and surface reading. Chuqur o'qish, ya'ni nima qilar ekan? Bizni fully fokusimizni, konsentratsiyamizni qaratib nima qiladigan, materialga qaratadigan nimamiz polniy almashdi. Faqatgina skaner qilish bilan, surface reading, ya'ni yuzaki o'qish bilan almashdi.
Bu degani hozir odamlar biror bir kitobni o'qish uchun just scan qilib qo'yishadi and nima qiladi va shu bilan nimani kitobni tugatib qo'yishaveradi. This affects attention span and reduces ability to understand complex ideas. Bu bizni o'ylash nimamizni, doiramizni kamaytiradi va bizni qiyin bo'lgan ideyalar, fikrlarni tushunishimizni kamaytirar ekan, qiyinlashtirib qo'yadi. Despite these challenges, digital technology can also support reading. Bunaqangi muammolar bo'lishiga qaramasdan, yangi rivojlanayotgan texnologiyalar biz yangi nimalarni o'qish qobiliyatini ham support qiladi, qo'llab-quvvatlaydi. E-books, audiobooks and reading apps make it easier to read anytime, anywhere. Elektron booklar, audiobooklar va nimaga o'qish ilovalari bu bizga xohlagan joyimizda va xohlagan vaqtimizda o'qishga yordam beradi. People with busy schedules or reading difficulties can now enjoy stories and information in new formats. Busy schedules degani band bo'lgan odamlar yokida o'qishda qiyinchiliklarga duch keladigan odamlar hozirda ertaklar va yangi informatsiyalardan boshqacha bir usulda nima qilisha oladi, foyda olisha oladi. In fact, some studies show that digital readers, when used well, can help improve reading motivation. Aslida nima qilar ekan, har xil o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, digital readers, raqamli o'qiydigan moslamalar agarda yaxshilab ishlatilsa, bizni nimamizni, motivatsiyamizni o'stirar ekan kitob o'qishga bo'lgan. To develop reading habit, ya'ni o'qish odatimizni shakllantirish uchun it's important to choose topics you enjoy. Eng muhim narsa bu o'zingiz enjoy qiladigan, ya'ni o'zingiz lazzatlanadigan nimani topikni tanlash, mavzuni. Reading shouldn't feel like a task. O'qish bizda biror bir vazifadek tuyulmasligi kerak. It should be something enjoyable and relaxing. Bu bizni lazzatlanadigan va relax, hordiq chiqaradigan biror bir activity bo'lishi kerak. Whether it's novels, articles or blogs, regular reading can reduce stress and improve mental health. Bu bo'lishi mumkin romanlar, artikellar yokida bloglar. Doimiy ravishda o'qish bizda stressni kamaytiradi va bizni aqliy salomatligimizni oshiradi. It's also a great way to unplug from technology and enjoy quiet moment. Uning ustiga bu bizda texnologiyadan unplug degani texnologiyadan ajralishimiz va jimjitlikda enjoy, ya'ni zavqlanishimizga ham yordam beradi. Shunaqangi zo'r yo'li shunaqa. Reading may be changing. O'qish balkim o'zgarib boradigan bo'lishi mumkin, but it's far from disappearing. Ammo yo'qolib ketishdan uzoqda. As long as people wanna think deeply and learn continuously and connect with others, reading will always have a place in our lives. Odamlarda o'zlarida xohish bo'lsa, chuqur o'ylashga, davomiy ravishda o'rganish va boshqalar bilan bog'lanishga shunaqangi nima bo'lsa, o'zlarida xohish bo'lsa, reading bu har doim bizni hayotimizda qoladi. Ya'ni biz o'qiyveramiz. Hech qanaqangi demotivation bo'lmaydi. And yeah. That's all. This is our day 25 article. Thank you for attendance. Okay, ciao for now, everyone.